Assalomu alaykum Chintaj Agro obunachilari, mijozlarimiz. Bugun obzorimiz sklatimizdan to'g'ridan-to'g'ri bo'lyapti. Ko'rib turganinglardek Zubir 1105 mini traktorlarimizni yangi partiyalari yetib keldi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu yangi partiya traktorlarimizni qisqacha ma'lumotlari hamda narx-navolarini aytib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obunani bosib qo'yinglar. Like'larni bosib tursanglar, sizlarga yaxshi narxlardagi agrotexnikalarni obzorlarini qilib boramiz. Ko'rishinglar mumkin. Bu traktorimiz motorlari 1105 bo'ladi. 18 ot kuchiga ega traktorimiz. Oldilari LED faralar bilan jihozlangan hamda bu traktorimizga alohida dinamlarni qo'yib ketilgan. Ko'rib turganinglardek, bu avvalgilardan farqlarini bir qator ko'rsatib beramiz. Oldi balonlariga keladigan bo'lsak, oldi balonlari 6 ga 12 balonlar bilan jihozlangan. Hamda bundan tashqari orqa balonlari 6,5 ga 16 katta balonlar bilan jihozlangan hamda o'qlari ham uzun variantida. Bu o'qlarini uzunligi bemalol 60-70 agatlarga moslab ishlatsanglar bo'ladi. Bundan tashqari vozdux filtrlari ham ko'rib turganingizdek yangicha variantda. Bu traktorimizni enshollari ikkitalik bo'ladi. Oldiga jatka ulasanglar alohida, orqaga freza uchun alohida ishlatsanglar bo'ladi. Toshbaqa quyon rejimlari bor, skoroslari ham ko'rib turganingizdek 8 ta skorosli. Bundan tashqari datchiklar bilan ham jihozlangan. Rullari ham juda ham yengil variantda. Juda ham osongina boshqarsanglar bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, bular sotuvda mavjud. Bu traktorlarimizni komplektatsiyasida frezasi bo'ladi. Bir o'nli frezalari hamda 2 korpusli pluglari ham mavjud. Bundan tashqari alohida yana qo'shimcha sotib olaman desanglar, mana bunaqa ligrovkali pluglarni ham olib kelib qo'yganmiz. Bu bittalik bo'ladi, bemalol ligrovkalarni qilib ishlatsanglar bo'ladi. Ko'rib turganinglarda sonlari yetarlicha mavjud. Bularning hammasini sklatimizda birma-bir terish jarayoni bo'lyapti. Bu traktorlarimizni mana ko'rishingiz mumkin. Hammasi 1105 yangi partiyasi. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, bemalol Chintaj Agroga murojaat qilinglar. Quyidagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, yana batafsil ma'lumotlarni beramiz. Aytgandek, bu traktorlarimizga oldiga ulashinglar uchun universal jatkalarimiz ham mavjud. 120 lik universal jatkalarimiz sotuvda bor. Xohlagan odamlarga bunga toqib jatkilarini, ustanovkalarini qilib, tayyor holatda ishlaydigan qilib beramiz akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi ushbu yangilangan versiya traktorimiz narxi 28 million qilib belgiladik. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz kelishilgan holatda mavjud bo'ladi. Barchalarni Chintaj Agro do'konimizda kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar akalar.